15 kilovatlik kotelimiz. Tuzilishi 2 kilo ko'mir oladi. 12 soatdan 16 soatgacha yonaveradi Vadino Kalasnik. Eshiklarimiz ham baquvvat azbestlardan qoplangan, 2 qavat. Xudo xolasa kotellar egalariga dastlabki beradigan bo'lyapmiz. Bu kotellar 5 kilovatlik, 8 kilovatlik. Kotellar hammasi sinovdan o'tgan. Aytilgan kvadratimizga qo'yilsa, ular bemalol isib beradi. Kotelimiz ekonomичный. Juda yaxshi deyishyapti, hali bitilgan yo'q. Albatta, departamentni tozalaganingizda shunday o'shlaklar bo'ladigan joyi. Demak, o'tib qaydan tozaladigan joylari bor. Departamentimiz ko'rinishi. Ama turbalarimiz so'xli turbalar bo'lib, rossiyskiy turbalar qo'yamiz. Kotel qancha ishlasa, Vadino Kalasnik turbalari hammasi kotel qancha suv chiqsa, shuncha ishlaydi. Buni afzalli tarafi chugunni qo'yardik oldin. Chugunni 1-2 yilda almashtirishga to'g'ri kelib qolgani uchun shuning uchun hozir Vadino Kalasnik qilyapmiz. O'zi effekt kuchli. Bunda suv yurganini hisobiga bu turbalar ham istab. Kotelda endi listiga keladigan bo'lsak, listimiz toza 3 li listda yasaladi. Kilosidan ham bilsangiz bo'ladi. Masalan, 3 li toza list 74 kilo, 70,5 kilo shunaqa chiqadi. Bularda ham mana hamma udobstvolar qilingan. Bunga keladi aytsangiz, qopqoqchilarni demak tozalagan. Departamentni tozalagandan keyin qurumlarni olgan joyi. Загрузочный. Ko'l shlak olgani, astiga katta eshigi bor. Kotellarimiz hammasi verxniy горение. Verxniy goreniyani udobniy tarafi qattiq chiqarmaydi. Iloji boricha 100% solgan mahsulotingizni yoqib yuboradi. Murojaat uchun telefonimiz 33lik 744 54 51. Telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa o'zimizda ustalar ham bor. Ancha-muncha sistemalaringizni, masalan, montaj ishlarida, santexnik ishlarida mutaxassislari. Bizlar ustanovkasi bilan yetkazib beraveramiz. Kimga shunaqa kotellar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Описаниеga manzilimizni yozib qo'yamiz. Farg'ona shaharda. Shu kanalimizda описаниеga kirsanglar, lokatsiya ham, telefon qilsanglar lokatsiya ham tashlab beraveramiz. Xohlasanglar kelib ko'rib ketishingiz mumkin. Kotellarimizga garantiya, sinovdan o'tgan kotellar. Aytilgan kvadratimizga qo'ysanglar, bemalol isitib beradi. Asfaltlari ham xudo xolasa hali kompensatsiya qilgani yo'q asfalt bo'yicha. Kaloriyasiga qarab, ko'mirning kaloriyasiga qarab asfalt qilyapti. Kimdadir angren ko'mir yoqadi, kimdadir qirg'iz ko'mir yoqadi. Kimdir qo'ka yoqadi. Shunga qarab asfalt qilaveradi. Kotellarimiz xudo xolasa ekonomичный. İşte